Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Isro va Miroj voqeasi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ruhi va jasadi bilan sodir bo'ldi. Chunki Alloh taolo subhanallazi asro bi abdihi deb marhamat qildi. Abd degan so'z banda degani ruhni ham jasadni ham o'z ichiga oladi. Demak, payg'ambarimizni ruhi va jasadi bilan haqiqatda sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu yer yuzida yashab o'tgan hamma anbiyo va rasullarga imom bo'lishligi bilan martabasi ularning hammasidan oliy ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga Alloh taolo boshqa payg'ambarlarga bergan shariatidan bizning shariatimiz ustunligi hamda islom shariati o'zidan burungi hamma samoviy shariatlarni bekor qilishligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda dinlarni birlashtirishlikka harakat qilayotgan tashkilotlar bor. Ya'ni hammamiz ham Robbimiz bitta, hammamiz ham Alloh yaratgan, kelinglar bitta bo'laylik deb turib, mana shu dinlarni birlashtirishga harakat qilayotgan odamlar bilib qo'ysinki, ular ochiq zalolatda. Qanday qilib Uzayr Allohning o'g'li deyotgan yahudlar bilan musulmonlar teng bo'lsin? Qanday qilib Iso Allohning o'g'li deyotgan nasoralar bilan la ilaha illalloh deyotgan musulmonlar teng bo'lsin? Bularni tenglashtirishlik, bularning hammasini bir xil deyishlik ochiq kufrning o'zi bo'ladi. Avval o'tgan payg'ambarlarning shariatlari o'zini zamoniga, makoniga, ma'lum bir qavmiga ishlagan. Endi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam islom shariatini olib kelgandan keyin ular o'z-o'zidan o'zini kuchini yo'qotadi. Biz Tavrotni, Injilni Alloh nozil qilgan kitob deb iymon keltiramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tusaddiquha va la tukazzibuha." Ana shu Tavrot bilan Injildagi narsalarni tasdiqlab to'g'ri ham demanglar, lekin inkor ham qilmanglar. Inkor qilmasligimizning sababi Alloh nozil qilgan. Lekin tasdiqlamasligimizning sababi ular o'zlarining kitoblariga juda ko'p o'zgarishlarni kiritib yuborishgan. Demak, innad-dina indallohil islom. Alloh taoloning huzurida yagona maqbul din bu islom dini. Islom dinidan tashqarida bo'lgan kishilarni jannatga kiradi deyishlik ayni zalolatning o'zi. Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni Tavrotdan bitta sahifani olib o'qib turganini ko'rib qoldilar. Va achchig'lari kelib, "Ey Xattobning bolasi, meni nubuvatimda hali shubhang bormi?" dedi. Allohga qasam, agar mana shu sahifani egasi bo'lgan Musa ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashishlikdan boshqa ishi bo'lmasdi dedi. Yahudi bo'lgan Musa ibn Imron tirik bo'lsa menga iymon keltirardi dedi. Mana shu hadisdan ma'lum bo'ladiki, islomdan boshqa din Alloh taoloning huzurida qabul qilinmaydi. Payg'ambarimiz Merojdan qaytib Baytul Maqdisga tushdilar. Hamda u yerdan Makkaga qarab qaytib keldi. Makkaga qaytish yo'lida payg'ambarimiz bir necha bir mashhadlarga guvoh bo'ldilar. Yo'lda ketar ekan bir karvonni ko'rdi. Ana shu karvondagi tuyalardan bittasi buroqni o'tishligidan cho'chib, qochib ketdi, hurkib, topisha olmay qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga "Sizlarni tuyalar falon joyda" deb aytdi. Hali karvondagi kishilar ovozni eshitishdi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rishmadi. Hayron bo'lishdi. Lekin aytilgan joyga borishganida tuyani haqiqatan borligini topishdi. So'ngra payg'ambarimiz ana shu bir karvonga to'xtab, bir idishga suv qo'yib ustiga yopib qo'yishgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chanqagandilar, to'xtab shu suvni ichib idishini yopib qo'ydi. So'ngra Makka mukarramaga yetib, tong otishlik paytida payg'ambarimiz Ka'batullohning oldida o'tirib, kechasi bo'lgan ajib rihla safari haqida fikrga, o'yga tolib o'tirgan edi. Payg'ambarimiz bu holatda ko'rgan Abu Jahl shu yerdan o'tib ketayotib ko'rib qoldida, bir narsa bo'lganini sezib turib, "Ey Muhammad, biror ish sodir bo'ldimi?" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Jahl qachon ko'rsa, "Ey Muhammad, osmondan xabar yo'qmi?" deb masxara qilar edi. Desa payg'ambarimiz, "Ey Abul Hakam, iymonga kelishlik vaqti bo'lmadimi?" deb qo'yadilar. U johilga johilona muomala qilmas edi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nabaviy axloqqa ega edi. Abu Jahlni, "Ey Muhammad, biror ish sodir bo'ldimi?" degan savoliga payg'ambarimiz "Ha" dedi. Abu Jahl to'xtab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'tirdi-da, "Nima bo'ldi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldim" dedi.
kulib, o'zini zo'rg'a to'tib aytdiki, "Xo'p, bording, keyin nima bo'ldi? Namoz o'qiding, keyin nima qilding?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu Baytul Maqdisda namoz o'qiganligini, anbiyolarni ko'rib ularga iymon bo'lganligini aytganidan keyin qotib kuldilar. So'ngra "Ey Muhammad, bu gapingni hammaga aytaveraymi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytaverdi. Shunda shuncha yildan beri payg'ambarimizni oldiga kelib, odamlar eshitmasin deb, payg'ambarimizdan odamlarni haydayotgan Abu Jahl endi o'zi chaqirardi. "Ey Quraysh, ey qavm, kelinglar Muhammadda kazzobligi aniq bo'ldi. Eshitdinglar buni gapini" dedi. Quraysh yig'ilib keldi. "Ey Muhammad, bularga ham ayt" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Men kecha Baytul Maqdisga borib, hamma payg'ambarlarga iymon bo'lib namoz o'qib keldim" dedi. Bu aql qabul qilmaydigan, inson tasavvur qila olmaydigan ish edi. Abu Jahl aytdiki, "Qaranglar buni. Biz Baytul Maqdisga borishimizga 1 oy, yana tuyalarni minib qaytib kelishimizga 1 oy, borib kelishimizga 2 oy ketadigan Baytul Maqdisga bir kechada borib keldim" deyapti. Mana uni kazzobligi ma'lum bo'ldi dedi. Bu xabar Quraysh orasida Makka da tarqab ketdi. Hatto ba'zi musulmonlar iymoni zaif bo'lganlari ta'sirlanishdi. Shu bilan islom da'vatiga nihoya yetib qolishligi mumkin edi. Mana shu fitna sababli. Musulmonlardan biri shoshganicha Abu Bakr Siddiqning oldiga borib turib, "Ey Abu Bakr, yuring men bilan" dedi. "Qayoqqa yuraman?" "Falon ishlar bo'ldi. Payg'ambarimiz bir kechada Baytul Maqdisga borib keldim" dedi. Abu Bakr Rasululloh shu so'zni haqiqatan aytdimi dedi. Ha deganida, agar haqiqatan aytgan bo'lsa, tahqiq rost aytibdi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Abu Bakr keldida, "Yo Rasululloh, kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" dedi. Rasululloh ha dedi. Shunda Abu Bakr rost aytdingiz dedi. Payg'ambarimiz shunda birinchi marta Abu Bakrni, "Ey Abu Bakr, siz meni rostgo'yligimni tasdiqlaguvchi siddiqsiz" dedi. Odamlar, shu yerda turgan odamlar, "Ey Abu Bakr, qanday qilib ishona olasan bunaqa bir g'ayri oddiy gapiga?" deganida aytadiki, "Men Rasulullohni bundan ham bir ajibroq so'ziga ishonaman u. Rasululloh menga bir lahzada 7 qavat osmon ustidan vahiy keladi desa, tasdiqlayman u. Baytul Maqdisga borib kelganini aytmayman. Hali payg'ambarimiz Merojga chiqqanini aytmagan edilar." Abu Bakr aytayaptiki, "Agar u Baytul Maqdisga borib kelish emas, agar 7-qavat osmonga chiqib tushdim desa ham ishonaveraman men" dedi. Bu Abu Bakr Siddiqni roziyallohu anhuni komil iymoniga dalolat edi. Agar ummatning iymoni bitta pallaga, Abu Bakrning iymoni ikkinchi pallaga qo'yib tortilsa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi. Bu mana shunday bir siddiq deb laqablanishlikka loyiq kishi edi, Abu Bakr Siddiq. Payg'ambarimiz rostgo'yligini tasdiqlash uchun, "Yo Rasululloh, bilamiz, siz umringizda Baytul Maqdisga bormagansiz. Oramizda Baytul Maqdisni ko'rib kelganlar bor. Agar borgan bo'lsangiz, bizga sifatlab beringchi uni" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tunda borgandilar. Esida qolgan narsani unday deb aytib berdi. Shunda Quraysh "Yo'q" dedi. "Bizning savollarimizga javob ber." Tafsilotlarni so'rab ketishdi. Ustuni qanaqa, aynaga qancha? Odatda mana sizlar masjidda namoz o'qiysizlar. Nechta oynaga bor hozir? Nechta eshigi bor? Odatda bunaqa narsalarga inson e'tibor bermaydi. Lekin payg'ambarimizni yolg'onchi qilishlik uchun Baytul Maqdisni ko'rib kelgan Quraysh mushriklari qancha derazasi bor? Qancha ustuni bor? Qaysi eshigi qayerga qaragan? Shunda Alloh taolo o'zini payg'ambarini ko'zini oldiga Baytul Maqdisda shunday olib kelib qo'ydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rardilar, atrofdagilar ko'rmasdi. Qaysi tomonni so'rasa Alloh taolo shuni ko'rsatib berardi. Aniq qilib so'ragan savollarga javob berdi. Bu savolni berayotganlar payg'ambarimiz birorta harfda adashmaganini ko'rib turib ham iymon keltirishmadi baribir. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Agar bu so'zimga ishonmasanglar, boshqa alomatlar bor" dedi. Qanday alomatlar? Yo'lda kelayotganimda bir karvonga uchradim. Ularni tuyalari cho'chib, hurkib, qochib ketganida ularga qayerdaligini aytib berdim. Yana bitta alomat, ularni suvni ichib qo'ydim dedi. Ular aytdiki, "Bu karvon qachon keladi?" dedi. 3 kundan keyin dedi. Mana shu so'ziga ishonsa bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz kechqurun haramda edi. Tong otganda ham Ka'batullohga suyanib o'tirgan edi. Agar 3 kundan keyin keladigan karvonning xabarini agar Makkadan bir hatto yo'q bo'lib qolib turib ini aytganida, "Sen tashqariga chiqib bilib kelding" degan tuhmat bo'lar edi.
Quraysh ana shu karvonning kelishligini kutib turishga ittifoq qilishdi. Payg'ambarimiz ana shu karvonni boshlab kelayotgan, karvonda boshdagi tuyani, sifatlarini, rangi, bezak, ziynatlargacha aytib berdi. Va'da qilingan kun bo'ldi. Shomdan payg'ambarimiz aytgan sifatlarni hammasini o'zida jam qilgan tuya Makka ga qarab kirib keldi karvonni boshlab. Shunda Quraysh birinchi bo'lib turib, borib turib so'rashdi. Yo'lda nima ishlar bo'ldi? Tuyamizni yo'qotib qo'ydik deydi. Tuyamiz qochib ketdi, bir ovoz bizga falon joyda dedi, borib topdik dedi. Yana nima bo'ldi dedi. Suvlar yo'qoldimi? Suvimizni kimdir ichib qo'yibdi, idishini yo'q qo'yib dedi. Ular Qurayshda bu so'rayotgan savolidan hayron bo'lib, "Qayerdan bildilar bular sizlar?" dedi. Lekin ular indashmadi. Lekin shunda ham payg'ambarimizning so'ziga iymon keltirishmadi. Albatta bu mo'jizalarni, hujjatlarni keltirishlik mushriklarni ziyonga bir hujjatni qoyim qilishligi uchun emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qalbiga taskin berishligida xolos. Ular payg'ambarimizni kazzob yoki rostgo'yligini aniq belgilashlik uchun bir zohir mo'jizani talab qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga: "Agar men sizlarga oyni 2 ga bo'lib bersam, menga iymon keltirasizlarmi?" Ular: "Ha, agar oyni 2 ga bo'lib bersang ko'zimiz oldida, senga iymon keltiramiz" deydi. Oy to'lin bo'ladigan kechaga va'dalashdi. Quraysh mushriklari yig'ildi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sahih Buxorida keltiriladi. Oyga 2 ga bo'linishligini buyurdi. Va ularning ko'zini oldida buyuk mo'jizalardan yana biri sodir bo'ldi. Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qildi. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana shu ochiq mo'jizani ham ko'rib turib, iymon keltirishmadi. Oy 2 ga bo'linib, uning 2 qismi bir tog'ning 2 tarafiga o'tib turdi. Ko'rishib turib aytishdiki, Allohga qasam, sehrgar ekansan deydi. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sehr qilgan bo'lganida, faqat ana shu joyda turgan kishilarningina ko'zini sehrlagan bo'lib, Makkaning tashqarisidagi kishilar u sehrdan ta'sirlanmas edi. Lekin oyni bo'linganligini butun yer yuzidagi odamlar ko'rgan. Hatto Hindistonda yangi yil boshlangan ekan. Mana aytganmiz, tarixda avval bir kattaroq bir voqea sodir bo'lsa, ana shundan boshlab yil sanashgan. Fil yilini 1-yilida payg'ambarimiz tug'ilgan, 2-yilda Abu Bakr tug'ilgan va hokazo. Agar qaytarib o'tamiz, sehr qilgan bo'lganida payg'ambarimiz tashqaridagi odamlar buni ko'rmagan bo'lar edi. Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qilib shunday deydi. Astagfirullah. Iqtarabatis sa'atu wa inshaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgi sehr-ku derlar. Ularga Isro Mi'roj yoki karvonda aytilgan alomatlar yoki oyni bo'linish ham foyda bermadi. Iymon keltirmadi. Ular ko'zi ko'radigan, his qiladigan mo'jizalarni ko'rsatib bersa ham iymon keltirishmadi. Alloh ularga payg'ambar zamonida yashashlik baxtini berdi, lekin iymon keltirishga baxtini bermadi. Bizgachi biz payg'ambarimizni ko'rganimiz yo'q, lekin ko'rmagan bo'lsak, mo'jizalarni ko'rmagan bo'lsak ham Alloh bizga shahodat kalimasini berdimi? Bundan ortiq qanday ne'mat bo'lishi mumkin? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatini Quraysh qabul qilmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida Rukona ismli bir pahlavon, kurashadigan bo'ladi. Polvon bo'ladi. Hech qachon yengilmagan, yelkasi yer ko'rmagan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga islomni arz qilib iymon keltirishligini taklif qilganida, "Ey Muhammad" dedi. "Agar sen men bilan kurashib meni yengib qo'ysang, senga iymon keltiraman" dedi. Payg'ambarimiz Rukonani taklifiga rozi bo'ldilar-da, o'rnidan turib, shunday belini ushlab, shunday ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Cho'zib o'tirmadi, ushlab yotkizib qo'ydi. Rukona bo'lgan ishda tushunmasdan o'ziga kelib turib, "Vallohi ajib ish bo'ldi, boshqatdan" dedi. Yana bir marta dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkinchi marta ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Uchinchi marta dedi. Uchinchi marta ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Payg'ambarimiz baquvvat kishi bo'lganlar. Musulmon odam sog'lom bo'lish kerak. Musulmon odam quvvatli bo'lish kerak. Alloh taologa dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, zaif, quvvatsiz mo'mindan ko'ra kuchli, quvvatli mo'min afzal deydi. Lekin ikkalasida ham yaxshilik, xayriyat bor.